Bir musofir kishi deydilar, yo'lda borar ekan, o'zini oyoq kiyimini eskiligidan qalbida norozilik o'tibdi deydilar. Ya'ni shu darajada ham kambag'al bo'lamanmi? Bir oyoq kiyimimni yangilay olmasam-a deb qalbida norozilik bilan shahar darvozasini yoniga kelsa, bir tilanchi odamlardan narsa tilanib turgan ekan. Haliginga borib bir tanga beraychi deb shunday borib qarasa, haligi tilanchini oyog'i yo'q ekan. Shunda aytgan ekan: "Ey Robbim, tavba qildim. Meni bir oyoq kiyimim yo'qligiga noshukrlik qilman. Bu insonlarda oyog'i yo'q ekan. Ya'ni oyog'imni salomat qilganingga shukr" degan ekan. Qarang, o'zidan pastroqqa qaradi, Allohga shukronasi ziyoda bo'ldi. Ana shu